Keldinglarmi bolalar? Assalomu alaykum. Samandar keldingmi? Qalaysan aka? Keldingmi? Qarachani uzoqdan. Nima deyapti? Jonimman. Tek 100 ming dollar ekan. Mana shu 2 mingni xudo xolasa 100 ming qilishimiz kerak. 10 pochkanigacha okani oldiga borib, "Oka, bering mashinangizni" deydi. Bizani savdo ofisi. Endi oldin ofislarimiz ham bo'lgan. Uy tinchroq. Ancha odam fikrlashiga, nima desa bo'ladi, fikrni bitta joyga jamlab, endi emotsiya bu yerda ko'proq-ku, o'shani hisobiga ishlash ancha osonroq. Biza men bu mashinani anchadan beri ko'ryapmiz-da. Juda ham yoqib ketyapti kundan kunga. Tek 100 ming dollar ekan. Mashina olishimiz kerak. O'shaning uchun 2 ming depozit qildik. Mana shu 2 mingni xudo xolasa Exnes'ga 100 ming qilishimiz kerak. Примерно 1 oy yoki 1,5 oy vaqt qo'ydim oldimga. Xudo xolasa etap-etap ko'rsatib boramiz sizlarga. Qani ko'rishimiz kerak baribir tavakkal. Baribir tavakkal bu narsa. Chunki tavakkalsiz narsa yo'q-da. Hech narsa 100% aniq emas hayotimizda. Hammasi 50-50 bo'lishi ham bo'lmasligi ham. Ixlos qilib iloji boricha bismillah deb boshladik savdolarni. Qo'yganni xudo xolasa ko'ramiz. Hali bitta ochilmadi. Bitta ochib, xudo xolasa buni asosan shu 15 yo 20 ming qo'ysak bo'ldi. Yo etap yaxshi ketadi. Kuzatib boringlar, kuzatib, har bitta natija, har bitta etap, har bitta muvaffaqiyat, yo'qotish. Bu trading sohasidagilar asosan bitta narsani bilish kerak. Yo'qotish ko'proq opit olib keladi. Chunki odam yo'qotgani sari emotsiyasi mustahkamlashib boradi. Inson yo'qotgan sari o'zini uspokoyish qilishni boshlaydi. Qo'rqish kerak emas. Iloji boricha qo'rqish kerak emas. Biz qo'rqib nima bo'lishini o'ylab qo'rqsak, o'sha narsa amalga oshaveradi. Mana shu pul yo'qotib qo'yaman deb qo'rqasizlarmi, o'sha amalga oshadi. Mana bitta yiqilib tushaman deb qo'rqasizlarmi, xuddi o'sha yiqilasizlar. Umuman qo'rqish kerak emas. Iloji boricha qo'rquvni yengib harakat qilish kerak. Iloji boricha. 1 yo'qotasizlar, 2 yo'qotasizlar, 3 yo'qotasizlar, yo'qotishlar bir kun tugaydi baribir. Undan keyin o'zi bo'ldi, farovon hayot. Video rilsda bir gapirib chiqdim-ku. Sizlar shu ikki tomoni stalbali trassaga chiqib olishinglar kerak. Hozir dalaning ichidasizlar. Zimiston, na yo'lni ko'rasizlar, na bir tekis joy bor. O'shancha iloji boricha chiqib olish kerak, to'g'ri yo'lga, u yo'g'iga ketaverasizlar, bo'ldi, to'xtash bo'lmaydi. Bitta hamma narsa shunaqa, boshlanib olguncha. Nimadir qursanglar ham boshlanib olguncha, qaysidir joyga ishga kirsanglar ham, o'qish ham, hamma narsa boshlanib olguncha. Boshlash qiyin, boshlash. Olib ketish o'zi etap-etap bo'lib ketaveradi, ketma-ket kelaveradi. Zinama-zinama. O'shaning uchun boshlash kerak, ixlos qilib, o'sha narsaga erishish kerak, qiyinchilikka chidab. Endi men bunaqa qimmat o'z mashina endi hamma xohlaydi. 100 ming hazilakam pul emas, 10 pochka. Bitta blok pul bo'ladi. O'shaning uchun operatorimiz ham hayron. Okey, katta narsa emasmi? Bunday katta endi pulimiz yo'q paytda ham o'sha 15-20 minglik mashinalarni niyat qilib yurdik, men mehmonimiz. Hozir ham katta narsani niyat qilaveraylikchi, nimadir bo'lib qolar. Qo'ldan kelgancha qilyapti yo'q hamma. Nima ham joyimiz bor, invalid bo'lmasak, miyamiz bu. Asosiysi bilim. Hech kimga yordamisiz, hech kimga ko'magisiz qilib kelyapmiz. Bundan keyin ham shunaqa bo'ladi. Chunki kimdir orqali muvaffaqiyatga erishish to'g'ri tez bo'lar, osonroq bo'lar. Yoshlik paytda ham baxtli yashar. Ertaga vaqtlar o'tib, biz oldimizda turgan insonlar,
Biza ishongan insonlar yo'q bo'lib qolishi mumkin-da. Hayotda jangda bir o'zimiz qolib ketib qolsak, juda og'ir keladi o'sha narsa. O'shaning uchun iloji boricha odam nima qilsa o'zi qilishga harakat qilish kerak. Hech kimga ko'magisiz. Mana o'shanda mustaqil hayotda erkin, xavfsiz, tushunasizlarmi? Doimiy yashaydi. Doimiy. Chunki kimdir orqali yashash bu juda xavfli narsa deb o'ylayman. Chunki u bo'lmay qolsa bo'ldi, sizlar to'xtab qolasizlar. Har doim odam o'zi qilish kerak. Pul topishi ham, o'zi qayergadir borishi ham, o'zi ishlashi. Ya'ni men kimdir orqali ishlasam, misol uchun operatorimiz orqali ishlasam, bular yo'q bo'lib qolsalar bo'ldi, men to'xtab qo'ygan bo'laman. To'xtayman. Tushunasizlarmi? Meni bog'lab turadigan, ishga bog'lab turadigan inson bo'lmasa to'xtayman. Muvaffaqiyat ham shunday. Kimdir orqali ishlash, kimdir orqasidan yashash. Iloji boricha o'zi qilish kerak odam. Qiziq emas u. Mana bu fikrlar, atrof muhit, nima ish qilsan, qachon qilasan, yig'ishtir, sharoitingni qara. U narsalar absolyutni qiziq emas. Umuman ijtimoiy tarmoqqa, atrofdagi insonlarning fikriga, ijtimoiy tarmoq ham insonning fikrlarini bo'lib tashlaydi. Tushunasizlarmi? Sizlarni как будто orqada qolib ketayotgandek, hech nima qilmayotgandek ko'rsatib qo'yadi o'zingizlarga. Tushunasizlarmi? Zaharlaydi miyanglarni ijtimoiy tarmoq. Chunki ijtimoiy tarmoqda absolyutni hamma luxury hayotini qo'yadi, baxtni qo'yadi. U bilmaysizlar orqasida nimalar bor, nimalar yo'q. Iloji boricha kuzatish kerak emas kimdir hayotini, o'zingizlar hayotinglar bilan yashashinglar kerak. Atrofdagilarni fikriga umuman quloq solish kerak emas, qiziqish kerak emas. Mana bunaqa bu qiziq emas. Sizlarniki qiziq bo'ladigan narsa oila. Birinchi o'rinda oila bo'ldi. Ota-ona, aka-uka. Tushunasizlar, даже aka-ukani ham gapiga aniq qilish kerak emas. Ota-ona. Vaqti keladi, aka-ukalarni ham o'rtasiga sovchilik shu nimadirlar bo'lib ketishi mumkin-da. To'g'rimi? Zamon shunaqa bo'lib qoldi. Shu haqiqat bu. O'sha pul, biznes degan narsalar o'sha aka-ukalarni ham orasini buzib yuborishi mumkin. O'shaning uchun ham mana sohani tanlaganman-da. Hech kimga nima desam, muhtojlik yo'q. Kimdandir oylik so'ramayman, erkin yashayman. O'zi yoshlikdan shunaqa hayotda orzu qilib kelganman, o'zi shunaqa bola bo'lganman. Yoshlikdan kimdir menga buyruq berishni xohlamasdim. Nima sohada bo'lsa ham, o'qishdami, boshqadan kimdirga qaram bo'lishni xohlamaganman. Hozir ham shunaqa. Mayli och qolib ketay. Kimdirga qo'lda ishlamasam bo'ldi, kimdirga qaram olmasam bo'ldi. Чтобы boshqalar kelsa meni oldimga ishlash uchun. Men kimdirning oldiga borishim kerak emas. Men nima birovni kutishim kerak, birovlar meni kutsin. Shunaqa bo'lish kerak-da. Shunaqa bo'lish kerak deb o'ylayman. Men misol uchun o'qisa ham, yaxshi ishga joylashsa ham baribir birov uchun ishlab qo'yadi odam. O'zini biznesi, o'zini karyerasi bo'lsa, ham qiziqarli bo'ladi hayoti davomida. O'zi uchun ham nimadir qilgan bo'ladi, yuksalish uchun, o'sish uchun. Bu sohadami, boshqa sohadan hammasi bir-biriga bog'liq. Ham qiziqarli, sarguzashtga boy. Boshqa to'g'ri mana bizneslar bor. Biznes sohasi ham o'ziga yarasha mana har xil tadbirkorchilik, boshqa hozirgi paytda bizni pokoleniyamiz, ya'ni 0dagi yoshlar qanaqadir biznes qilib ko'tarilib ketishi bu juda nerealniy narsa-da. Hozir raqobat degan konkurent juda kuchli. Trading sohasida konkurent bu o'zingiz. Sizning nafsingiz, sizning emotsiyangiz, sizning dangasaligingiz. Konkurent o'zingizsiz, o'zingiz dushmansiz. O'zingizni orqaga tortib turgan bo'lasiz. Trading sohasida shunaqa. Lekin boshqa sohalar juda qiyin. Oddiy uy temasini olinglar. Uy qurib sotmoqchisiz yo makrellik qilmoqchisiz. Bilasizmi qancha makrer bor? Qancha quruvchi bor O'zbekistonda? Siz qo'l mehnati bilan, ya'ni jismoniy mehnatdagi biznesda yuksalmoqchi bo'lsangiz, number 1 bo'lishingiz kerak. Ya'ni birinchi bo'lishingiz kerak. Sizni biznes rejangiz ham, qilayotgan proyektlaringiz ham birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Tushunasizmi? Birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Bu aqliy mehnatda unaqa emas. Siz o'zingizdan yuqorida tursangiz bo'ldi. Ya'ni nafsingizni kontrol qilishingiz, disiplina ushlashingiz, tushunasizmi? Tartib, intizom bilan rejangizga qarab yurishingiz. Tushundingizmi? Hammasi. Shoshqaloqlik, jahl, nafs. Biz har doim ishoninglar, maqollar bor-ku, bekorga bejizga aytilinmaganda.
hamma baliq o'zini og'zidan ilinadi deydi-yu, biz ham shunaqamiz. Nimaiki yo'qotsak, qanaqadir tupikka kirsak, qarzga kirsak, hammasi o'zimizni nafsimizdan, shoshqaloqligimizdan yoki befarqligimizdan bo'ladi. Mavzudan chetlashib ketdik, ko'rdinglar. Maqsad shu mashina. Endi gap mashinada emas, mashinagacha bo'lgan qadamda unga erisha olishimizda. Xudo xolisa men bu narsaga 100% ishonaman. Balkim bu video yoki bu depozit o'xshamas. U keyingisi o'xshaydi. Keyingisi o'xshamasa ham undan keyingisi o'xshaydi. Bu sizlar uchun video отчет. Iloji boricha bunisi o'xshab qolsa zo'r. Katta natija bo'ladi. Birinchi urinishda o'zida o'xshasa agar. 2-3-inchisi xullas 2-3-inchi degan narsa yo'q. Shu erishgan keyin ham ketaveradi. To'xta shu. Bitta narsa bor. Odam nimadir maqsad qo'yib o'sha narsaga erishsa, o'zini kuchini bilib oladi-da. Kuchini, nimalarga yaraydi, nimalarga yaramaydi inson. Katta natija men uchun. Katta natija. Erishilish katta natija. Bu o'sha men shu narsani qila olsam agar nimadirga qarab qadam bosamiz, например, uymi, mashinami, u narsa o'sha mehnatim uchun berilgan mukofot deb hisoblayman-da. Gap unda emas, unga bo'lgan qadamda, mehnatda qila olishimda. O'shaning uchun boshlaymiz. Xudo xolisa Telegram kanalda ham, Instagramda ham iloji boricha qo'yib boramiz. Necha pulga qancha ishlandi, bir haftalik profit qancha bo'ldi yoki zarar qancha. Xudo xolisa pulni 10 pochkanigacha shu okani oldiga borib, "Oka, bering mashinangizni bizga" deymiz. Kuzatib boringlar.